Bugun ajika tayyorlaymiz, ya'ni achchiq nalaza deb nomlanadi bizning shahrimizda. Barchangiz kanalimga xush kelibsiz. Bizni kuzatib turuvchilarga mehribon Allohning salomi bo'lsin. Bismillahni aytib, mana shu ekraningizda ko'rinib turgan barcha mahsulotlarni urug'laridan tozalab yuvib olamiz. Baqlajonlarni esa po'stloqlaridan tozalab olamiz va mana shunaqa мясорубкаdan mayda qilib o'tkazib olamiz. Agar sizda ruchnoy bo'lsa ham foydalanishingiz mumkin. Bugungi retseptimiz uchun ketgan mahsulotlarni описание bo'limida qoldiraman. Ya'ni qancha miqdordagi mahsulotdan nechta bonkachada tayyorlab olishlikni o'rganib olasiz. Shirin bulg'or qalampiri va achchiq qalampir, chesnok, baqlajonlarning barchasini qiyma maydalagichdan o'tkazib oldim. Endi qizib turgan qozonimizga 1 piyola o'rtacha choy piyolada yog'ni solib olamiz. Men dog'langan paxta yog'idan foydalandim. Retsept juda ham mazali bo'ladi. Uyimizga kelgan 5 litrli paxta yog'larni hammasini katta qozonga solib, o'choqda yaxshilab dog'lab olaman va keyin asta-sekinlik bilan ishlataveraman taomlarim uchun. Qizigan yog'imizga 1-2 qoshiqda avvaliga mana shu мясорубкаdan chiqargan mahsulotlarimizdan solib yaxshilab 1-2 marotaba aylantirib olamiz. Hidlari oshxonani tutib ketadi, keyin esa hammasini birdaniga solib yuboramiz. Qozon qopqog'ini yopib kutamiz va mana shunday tagidan qaynab chiqishni boshlaydi. Orada esa xuddi shunaqa qilib kovlab turamiz. Bonkalarni ham yuvib tozalab olamiz. Farga qo'ymadim, mana shu holatda yuvib ishlataveraman, quritib. Endi rosmoni qaynab chiqib oldi. Endi olovni pastlatamiz, tuzni solib qo'yamiz. Tuzni tabga qarab solasiz. Men bir osh qoshiqda soldim hozircha. Tuzi kam bo'lsa yana solishim mumkin. Mana shu qaynash davomida 15 daqiqa qaynab turadi. Xuddi shunaqa bo'lib suyuq holatga kelib qoladi. Mana suvlari tepaga chiqib oldi. Mana shunaqa qilib taglari bilan kovlab turamiz, chunki tagiga olib qolishi mumkin. E'tiborni qaratgan holatda tagiga olmaslik uchun xabar olib turamiz va yaxshigina kovlab turamiz. 20 daqiqa davomida mana suvlari anchagina quyilib qoladi. Keyin esa ko'kat solamiz. Ko'katlardan men ukrobdan foydalandim. Xohlasangiz kashni, jambillarni mayda qilib to'g'rab yuborsangiz ham bo'ladi. Ko'katni mana shunaqa oxirrog'ida solsak, ta'mi chiqib, mazasi ham o'zgacha bo'ladi. Ukrobni solganimdan so'ng yana 10 daqiqa davomida qaynatib oldim. Ukroblari ham mana retseptning ichida ko'rinmasdan ketdi. Mana achchiqqina lozimiz tayyor bo'ldi. Endi bunga uksus solamiz. Uksus solish shart. Mana shu 70% uksusdan qopqog'ida bitta soldim. Uksus solinsa retseptingiz bonkalarda bemalol behijolat turadi. Hammasi bo'lib taxminan 35-40 minut davomida mana pishirib oldim. Yaxshi qaynab chiqqandan so'ng olovni pastlatib bemalol qaynataverasiz. Bonkalarga qo'yib, qopoqlarini zakritka qildim. Mana shu ozginagina kam bo'lib qoldi. Buni o'zimiz yeyishlik uchun ajratib qo'ydim muzlatgichga. Yoz faslida ozginagina pulni hashlab tayyorlab olsangiz, qishda mazza qilib iste'mol qilasiz. Barcha taomlar bilan ketadi, lag'monlar bilan, mastavalar bilan va ayniqsa xamirli taomlar bilan mazza qilib yeysiz. Albatta tayyorlab qo'ying. Barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi retseptlar orqali g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling va bizlarni qo'llab-quvvatlashda davom eting. O'zbek kanali TV kanali barchangizni yaxshi ko'radi va sizlarga o'zining osongina retseptlarini taqdim etishdan charchamaydi. Yoqimli ishtaha.